Tablokatdan quratim shunaqa shota bilan kelkeselar eshikda bo'larmish. Menam sinab ko'rmoqchi edim. Qani eshikda rostana bombamikan deb. Xullas to'rttani 2 qoshiq sovordim kelni. O'zi tagida ozgincha qolgan ekan. Shuni sovordim. Eshikda bo'lar. Ozgincha kutib keyin sochiqda atvorasizlar. Birgalikda qolganini ko'ramiz. Laylarni ayamaymiz. Keyin skоворodkani orqasiga man bo'lib ketadi-ku, o'shani chorasini ko'rsataman. Ungacha like, obuna bo'linglar. Hayolda 2 qoshiq sovoribman. O'sha 3 qoshiq solish kerak edi. Hayol bilan 2 qoshiq sovoribman-da. Mayli, 3 tadan. Yana 1 qoshiq sepordim. Bo'lar-a? O'shnaqa. Effekti bo'lar. Kelni ozgincha ishlatdim. Videoda ham ozgincha deyapti. Shu boya aytganimdek tagida ozgincha bor edi, o'shani qo'shib yubordim. Keyin solyaptim, suvli bo'lib ketyapti. O'shani sovordim. Bo'larmikan endi? Endi kelni butunlikcha solish kerakmi deyapman-da. Yoki suvligi ham bo'ladimi?